Ota-onaga pichoq ko'taryapti. Ota-onaga qo'l ko'taryapti. Men juda ko'pini guvohiman hozir. U virtual qaram. Bu endi kasal. Eng ko'p qismi telefonga ketadi. Qaramlikni kasalliklar klassifikatoriga kiritdi. Telefoningni tortib olsa, mabodo telefoningni olib qo'ysa, 3 kun chiday olasan, siz yo'q, men telefonsiz yashay olmayman deydi. U virtual qaram. Endi butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti telefonga bog'lanishni, qaramlikni kasalliklar klassifikatoriga kiritdi. Bu endi kasal. Kun tartibidagi 24 soatni 5 soati uyquga, qolgan soati darsga va eng ko'p qismi telefonga ketadi. Nima ko'rasan? Farqi yo'q. YouTube ko'radi, Instagram ko'radi, TikTok ko'radi, Vine ko'radi, bir narsa ko'radi, lekin miyani rivojlantiradigan, shakllantiradigan axborotlar ko'rmaydi. Ya'ni miyaga berayotgan ozuqasi musor. Agar qo'polroq aytadigan bo'lsam. Ya'ni biz hamma musorni miyamizga joylayapmiz va kechirasiz, bu ong ostida saqlanib turadi va ma'lum bir davrdan keyin ishlab beradi miya uchun.